Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi videomizda qurilishga kerak bo'ladigan, ya'ni qurilish anjomlari haqida narxlarni yoritib beramiz. Bu yerda 27 santimetrdan 1 metrgacha bo'lgan yangilistan konteyner dilisidan palavkalar, kolonna palavkalar va albatta monolitli stoykalar ishlab chiqarib, shu quruvchi akalarimizga, undan tashqari arendachi akalarimizga yetkazib berishyapti. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod kominterndan bo'lyapti. Videomizni boshida shu akalarimiz mehnatini qo'llab-quvvatlab, like bosib, poddeshka qilib tursalang, biz esa narx-navoni yoritib berishni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustaga yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, qo'llaring dard ko'rmasin ustaga. Mana xalqimizga kerak bo'ladigan, ya'ni qurishga kerak bo'ladigan narsalar yasab xalqqa yetkazib beryapsizlar ekan. Ustaga bu yerda masalan shu yerdan boshlaymizmi yo narigi sexdan boshlaymizmi? Narx-navosini aytishdi. Nargisdan boshlayveramiz, bundan boshlayveramiz. Bundan ham boshlayveramiz, ha? Bo'ldi. Shu yerdan boshlaymiz bo'lmasa. Aka, mana bunimiz qayerga ketyapti? Necha metrlik apolovka bunimiz? Aka, bunimiz xudo 4 metrlik Surxondaryoga ketyapti. Bitta seni 4 metrlik apolovka zakaz berishdimi? Ya qoyil. Bularda ham masalan zakaz berilsa o'sha tayyorlab berilaveradi ekanda. Tayyorlab berilaveradi ekan. Gap yo'q, zo'r. Xo'sh, 40 ga 40 kolonnalarimiz qanchadan berilyapti hozirgi kunda? 1 metri 1 million 200 ming so'mdan boshlanyapti. Xudo bunimiz 1 million 200 ming so'mligi. 1 metr, ha? 1 metrligi 208. 1 million 50 ming so'mdan boshlanib, xudo ketaveradi yo'q. Ketaveradi. 1 million 200 ming so'mlik. Zakazni nimasiga qarab turib, qanaqaligi o'zlariga moslab individual chiqarilganligi uchun tayyorlab berilaveradi. Ha, tayyorlab berilaveradi. Tayyorlab berilaveradi. Burchak apolovkalarimiz ustaga? Burchak apolovkalarimiz 550 ming so'm. 550 ming 3 metrligi. 3 metrligi, ha? 40 ga 40. Bu yerda zakaz qilish 4 metrlik qilib berishlar, ustaga. Ya'ni zakaz bo'lsa akalarimiz chiroyli qilishi mana kolonna apolovka, burchak apolovkalar tayyorlab berishyapti ekan. Bunimiz nechilik mana bu apolovkamiz? 60lik. 60lik Lego. 60lik Lego. Bitta o'q bilan 5 ta o'rin quyondiradigan apolovka mana shu bo'ladi. Ya'ni bu universal bo'ladi. Fundament, kolonna, regl, monolit, hattoki hovuz kuysi ham bo'ladi. Balandligi 60 santimetr, uzunligi tiklaganda qancha bo'ladi? Uzunligi 18 metr, ikkita burchagidan tashqari. Burchagi bilan 19 metr. 19 metr. Boltga syomligi hamma yo'q ichida. Ichida. Xo'sh, adashmasam bu 2026 ko'pchilik asosan shundan olishyapti, ustaga. Narxi qancha qilib berilyapti? 8 million 500 ming so'mdan boshlanyapti, xudo xolasa. Yog'i listi yuqa, qalin. Shunga qarab turib 100 ming so'm. Ha. Значит, 60ligi 8,5 million so'mdan boshlanadi. 8,5 million so'mdan boshlanadi. Xo'sh, bularimiz nechilik? Bularimiz 60 talik chempion. Ha, 63 talik chempion. 63 talik chempion. Ham juda trendga chiqqan, ustaga. Buni 50 taligi bor, 80 taligi bor, 50ligimiz 7 million so'm beryapmiz. Aha. 7 million 200 ming so'm, 208, 2,5 stenka. Aha. 63 taligimiz 8 million 200 ming so'm, 80ligimiz 11 million 800 ming so'mdan boshlanadi. 1 metrligi qancha chiqadi, ustaga? 1 metrliklarimiz 13 million so'mdan boshlanyapti. 13 million so'mdan atrofida chiqadi ekan. Sizning apolovkalarimiz qancha berilyapti? 2,5 million so'mdan 7 stenkali. Ha, o'rtasida dash bo'linadigan dash bo'linadi. Ha, shunaqa. Tushunarli. 2 million 500 ming so'm. 2 million 500 ming so'mdan boshlanyapti. Gap yo'q. Zo'r. Bu yog'ini mana ko'rib turibsiz akalarimiz, o'sha monolitli stoyka zakaz berishgan ekan. Hoy, monolitli stoykalar ham tayyorlashib beryapti ekan. Bularimiz 1 metrlik shekilli, ustaga? Bularimiz 1 metrlik. 1 metrlik apolovkalar. Sizlarda meshalka aravalar ham bor aka? Bor aka. Mana meshalka aravalar hammasidan bor. Endi esa konteyner listlar narxini yoritib beramiz. Beton meshalkalarimiz 2 million 700 ming so'm, ruchkali varianti ekan, rulli varianti 4 million 400 ming so'mdan akalarimiz tayyorlashib beryapti. Akalarimiz o'zlari hammasi lazerda kesishadi. Burchaklari chotki, hamma yo'q. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Siz charchamayapsizmi? Ishlar bo'lyapti? Ha, yaxshi. Xo'sh, mana bu yerda konteyner listidan ekan, aka bularimiz. Bular konteyner listdan. Bularimiz nechilik bular? Bularimiz 80 taligi. 80 talik narxi. 8 million 200 ming so'm oddiy variantimiz, Lego variantimiz bor, 8 million 400 ming. Ha, buni Lego varianti ham bormi konteyner listiga? Mana bu 70 talikli Lego. Bu 70 talikli Lego. Xuddi shuni 80 taligini qancha dedingiz? 8 million 400 ming so'm. 8 million, ya'ni 200 ming so'm raziyasi qilyapti. 200 ming so'm raziyasi. Xo'sh, bunimiz 70 taliga 7 million 600 ming so'm Lego varianti. Buni oddiy variantichi. Oddiy varianti 7 million 400 ming so'm. Ya'ni 200 ming so'm minus bo'ladi, ha? Ustaka, bu 7 million 600 ming so'm, unaqa oddiy holati. Agar xuddi shu Lego mana o'sha bo'ladigan bo'lsa 7 million 800 ming so'm. Tushunarli. Bularimiz nechtalik? Bularimiz 60 talik. 60 talik. Qancha berilyapti? 7 million 200 ming Lego variantimiz, 7 million so'm oddiy variant. Oddiy variant. Ya'ni bu yerda o'sha 20 santimetrdan 1 metrgacha bo'lgan apolovkalar mana tayyorlari bor ekan. Mana bunimiz nechilik aka?
Bularimiz 80 taligimiz. 80 talik. 8 milyon 400 ming so'm. 8 milyon 400 ming so'm. Bunimiz 60 talik shakllar. Bular qancha berilyapti? 60 taligimizni 7 milyon Lego variantimizni beryapmiz. 6 milyon 800 ming so'm oddiy variantini. Oddiy varianti. Tushunarli. Ya'ni 200 ming so'm ha, usta aka. Rang taqiliyapti. 200 ming so'm Legomiz bilan oddiyimizda farqi bor. Farqi bor. Dastavkalar qanaqa bo'ladi? Dastavkalar kelishilgan holatda, xudo xolasa chiroyli qilib Kelishilgan yetkazib holatda beramiz. akalarimiz tayyorlashib berishaverar ekan. Mana o'zlarida lazer gip ha. Lazer Hamma yo'q gip bor. hammasi o'zimizda. Nostandartlarni zakaz bersalar ham akalarimiz chiroyli qilishib mana tayyorlashib xalqimizga yetkazib beryapti. Xo'sh, bu burchaklarni 5,5 million dedikmi? Ha, 5 milyon 500 ming so'm 3 metr. Ha, 5 million 500 ming so'm 3 metrligi. Bu yerda zakaz berishgan ekan, mana 4 metrlik qilib akalarimiz tayyorlashyapti. Xo'sh, bu yerda o'sha 27 santimetrdan 1 metrgacha bo'lgan polovkalar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasiz.